Jahon adabiyotining eng taniqli vakillaridan biri Frans Kafka juda qisqa va mashaqqatli hayotni yashab o'tgan. Qattiqqo'l ota, o'zi yoqtirmaydigan ish, og'ir kasallik, ishqiy munosabatlardagi omadsizliklar va o'ziga ishonchsizlik yozuvchini og'ir iztiroblar chog'iga uloqtirgandi. 1910-yilda u o'z kundaligiga shunday deb yozadi: Men go'yo toshdan yaralgandayman. O'zimga qo'yilgan qabr toshidayman. Ma'lum bir narsaga qarshisiga shubha yo ishonch, sevgi yo nafrat, jasorat yo qo'rquv uchun hatto tirqish ham yo'q. Adabiy tanqidchilar uning ijodiga juda yaxshi baho berganiga qaramay, yozuvchining o'z asarlaridan ko'ngli to'lmasdi. U hatto o'limi oldidan do'sti Maks Brudga hali nashr qilinmagan asarlarini yoqib yuborishini vasiyat qiladi. Maks do'stining so'nggi o'tinchini bajarmagan va asarlarini adib o'limidan so'ng e'lon qilgan. Frans Kafkaning Qo'rg'on romani insoniyat adabiyoti xazinasidagi eng sirli, murakkab va teran falsafiy asarlaridan biridir. Ushbu roman kutubxonni dastlabki satrlardanoq mantiqsizlik va mavhumlik to'la antiqa bir olamga yetaklaydi. Asar markazida o'zini yer o'lchovchi deb tanishtirgan bosh qahramonning qahraton qish kunida noma'lum va olis bir qishloqqa yetib kelishi yotadi. Uning yagona va oddiygina maqsadi mahalliy hokimiyat joylashgan sirli qo'rg'onga borish, o'z xizmat vazifasini boshlash va shu jamiyatning bir qismiga aylanish. Biroq bu oddiy istak ortida yengib bo'lmas ulkan bir tizim va tugamas to'siqlar zanjiri yashiringan bo'lib chiqadi. Qishloq va qo'rg'on o'rtasidagi munosabatlar shunchalik chigal va byurokratik mantiqsizlikka asoslanganki, asar qahramoni o'zi intilayotgan oliy makonga biron marta ham qadam qo'ya olmaydi. Har bir rasmiy uchrashuv, har bir yozishmaga berilgan javob va har bir amaldorning xatti-harakati yangi tushunarsiz qoidalarni keltirib chiqaradi. Qahramon doim o'z maqsadiga juda yaqin qolgandek, mana yetaman degandek his qiladi, lekin amalda bir joyda, son sanoqsiz qog'ozbozlik va rasmiyatchilik to'rida qolib ketaveradi. Bu yerda hamma narsa doimiy harakatda ko'rinsa-da, natija har doim nolga teng bo'laveradi. Kafka ushbu asar orqali mantiqsizlik va absurd mantiq darajasiga ko'tarilgan hujjatlar hamda soxta qoidalar, inson qadri va hayotidan ustun qo'yilgan shafqatsiz tizimni mahorat bilan ochib beradi. Qishloq ahlining qahramonimizga bo'lgan sovuq, begona va shubhali munosabati jamiyatning har qanday tashqaridan kelgan insonni rad etish va unga nisbatan befarqlikni ochiq-oydin ko'rsatadi. Voqealarda atrofdagilarga o'zining haqiqatdan ham zarur va foydali inson ekanligini isbotlashga urinadi. Ammo bu harakatlar ham kimsasiz cho'lda xayriqishdek behosil ketadi. Qo'rg'on shunchaki shaxs va byurokratiya to'qnashuvi haqida voqea emas, balki har bir insonning hayotda o'z o'rnini topish, haqiqatga va oliy maqsadi sari intilish yo'lidagi ichki va tashqi izlanishlarning ramziy aksidir.